qaniydi bu narsa qila olsak, qaniydi o'zim jonimni bera olsam shu. O'zlari yurib ketishlariga derdim. Qizlar, bir narsa bilan sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Esingizda bo'lsa, kechagina ota-onamni kuzatdik Hindistonga safarga. Onamni muolajalariga va adamni operatsiyalariga. Adam anchadan beri hassaga bog'lanib qo'ygandilar, suyi yemirilishdan qiynalardilar. Bizani bo'lsa, farzandlarni esda faqatgina adamni shahdam qadamlari-yu, bo'ybaslari, baland bo'lib sog'lom yurganlari esimda qolgan. Onamni-yu oshxonadan chiqmasdan ovqat qozonda tugamasdan keyingi ovqat qilishlari esimda qolgan. Hozir endi bizga katta bo'lib qo'limizdan bir ish keladigan paytda ota-onamiz qarib qolganini ko'rib o'tgandik. Adam har hassada ko'rganimda yuragim og'riydi-da. Qaniydi bu narsa qila olsak, qaniydi o'zim jonimni bera olsam shu. O'zlari yurib ketishlariga derdim. Lekin safarga yoki operatsiyaga Hindistonga hech ko'ndira olmasdik. Mahbuba aka keldilar Toshkentga, adamni amallab ko'ndirdik. Konsultatsiyalarga borishimiz bilan ular shunaqa chiroyli tushuntirdilar. Umrimiz oxirigacha qarzdormiz Mahbuba aka, rahmat sizlarga kattakon. Mana Solih aka kecha keldilar O'zbekistondan va kechasi sразу yotqizdik. Tekshiruvlar bo'ldi. Kechasi bilan tekshiruvlar bo'lib va ertalab ikkala tizzani bittada doktor Ashir janoblar operatsiya qildilar. Robot bilan qildilar va bugun o'zi yurg'izdilar. Mana hozir yurg'izdilar. O'zi ikkala oyoqni bemalol yuryaptilar. Hammasi yaxshi joyida, hech qanaqa muammo yo'q. Robotda yaxshi tomon kam kesadi, to'chna bo'ladi va tuzalish jarayoni ham tez. Hammasi joyida, hech qanaqa muammo yo'q. Mana ko'rib turibsiz, zo'r natija, zo'r gap yo'q. Dunyo turguncha turinglar. Adam kech ketdilar, hozir videoda kelyapti, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Adam o'sha yurg'izishga harakat qilishyapti. Xudo xolisa koleskada ketgandilar adam. Koleskasiz, hassasiz yurib keladilar endi xudo xolisa. Doktorlar o'lmasin, joni omon bo'lsin. Hech qanaqa lecheniyaga, klinikalarga, operatsiyaga ko'ndira olmasdik. Bitta Mahbuba akani konsultatsiyalaridan, doktorlarni ishonchidan ko'nib adamni kecha olib ketdik. Mana bugun xudo xolisa faqat yaxshiliklarni eshitib o'tiribmiz. Rahmat sizlarga kattakon.